Instagramdagi avatarni olib tashlashni yoki bo'lmasa qo'yishni o'rganamiz. Ya'ni o'zingizni logotipingizni ustiga bunday qo'yganingizda avatar chiqadida bunday salom beradi, har xil harakatlar qiladi. O'sha narsani kimlargadir yoqmaydi, uni olib tashlash kerak. O'shani olib tashlashni yoki bo'lmasa qanaqa qilib qo'yishni o'rganamiz. Buning uchun Instagramga kiramiz. Bu yerdan mana shu profilimiz ustiga bosib, bu yerda mana shuni agar sizdan o'sha narsa bo'ladigan bo'lsa, bunday qilib o'ngga yoki chapga sursangiz, o'sha logotipingiz avatarkangiz chiqadi. Agar chiqmasa, qo'ymoqchi bo'lsangiz siz ustiga bosib turasiz. Bu yerda добавить avatar degan joyi bor. Bu yerdan sizda selfie qilib o'zingizni rasmga tushirib turib, o'shanga moslab qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa ruchnoy qilib mana bu yerdan tanlasangiz bo'ladi. Bu har xil ranglardan tanlaysiz. Bu ya'ni o'zingizni tanangizni rangi bu tipa ko'rinadi. Shuni tanlab dali qilib, bu yerdan soch turmay yuz nimalarini tanlab dali qilib oxirida sozlatga bossangiz bo'ladi. Masalan, mana shuni tanlaymiz. Yana dali. Bu yerda erkak, ayol forma figuralarini tanlasangiz bo'ladi. Bu yerda kichraytirib, semirtirib, ariqlatib, har xil anaqalarni qilsangiz bo'ladi. Bu yerda soch, makiyaj, bashara, tela, garderob, ya'ni kiyimlar har xil qilib o'zgartirib turib, oxirida готовni bossangiz, sizning avataringiz xuddi mana shu joyda chiqib paydo bo'ladi. Bunday qilib, mana shu logotipni o'ng tarafga suradigan bo'lsangiz, o'sha nimangiz avataringiz chiqadi. Kimdir profilingizga kirganda ham birinchi o'sha avataringiz qo'lini likillatadi yoki kallasini likillatadi-da, keyin sizning logotipingiz ko'rinadi. Agar kimdir bunday qilib o'ngga suradigan bo'lsa, o'sha logotipingizni o'zini ko'rsa ham bo'ladi.